Yaxshi bo'ldi, xotinimdan qo'ydim. Ketirasiz. Hoy beparasat, yo'lingga qarab yursang bo'lmaydimi? Hozir seni yaxshilab kechiraman. Ana endi kechirdim seni. Nima bo'ldi, o'lib qoldingmi? Xotin nima qilding, hoy? Uydan chiqayotganimda meni qo'rqitib yubordi. Keyin uni otib Buni birov ko'rmasin, tez uyga kiraylik. Bu yashirinish kerak. Agar kimdir ko'rsa, qamalib ketasan-ku, jinni. Yo'q, qamalishni xohlamayman. Iltimos, buni yashiraylik, nimadir qilaylik, ketib uyga kiraylik. Xotin nima qilib qo'yding axir? Uydan chiqayotganimda meni qo'rqitib yubordi. Keyin uni otib qo'ydi. Jinni qamalib ketasan, u politsiyachilar ko'rsa, seni qamashadi borib odam o'ldirganing uchun. Hozir nimadir qilish kerak. Nima qilamiz endi? Osh qilaylik. Yo'q, ovqat emas, ana o'lganni. Bo'pti, hozir nimadir qilaman. Hozir ko'chaga chiqib kelay. O'lib qolgan o bechora. Yo'q, rostdan o'lganmi-ku? Yo'q. Qimirlab turibdi-ku, lekin qo'llari qimirlab turibdi. Demak, hali tirik, o'lmagan. Qanaqadir shifokormi nimadir chaqirish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, dabdala bo'ladi. Shifokorning nomeri nechida, politsiyachini o'zi ham bilmasin. Politsiyachi hali idorasida turibdi. Agar bilib qolsa dabdala. Hozir shifokorning nomerini topib kelmoy, jetel qarab bor. Nima deysan, Jo'xa? Menga shifokorning nomerini berib bor. Nima, yangilik bormi? Yo'q, qayerda yangilik? Nomerini ber. Nimaga so'rayapsan bo'lmasa, yangilik bo'lmasa shifokor nima kerak? Kerak, tomog'im og'riyapti. Binoydan gapiryapsan-ku, aldama. Yangilik bordir-da. Jinnimisan? Nomerni ber deyapman. Yozib ol. 103. 103. Shunchami? Bersang bo'lardi-ku tezroq. Yangilik bor demak, rostdan ham. Yo'q, jinnimisan, yangilik yo'q. Tomog'im og'ridi deyapman. Tomoqlari. Balki xotining tomog'i og'rigandir-a? Jinnimisan, asabga tegma, bo'ldi. Bular yangilik so'rib odamning asabini buzib yubordi. Bor, obunachilarmi yangilik so'raveradi. Yangilik yo'q, qayerdan topaman yangilikni? Hozir telefon qilib shifokorga. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Eshitaman, nima gap? Janob, bizda bitta kasal bor edi, ya'ni to'g'rirog'i o'q tegdi. Qanaqa o'q tegdi? Qayerdan, manzilni aytib oling. Manzil 100-qishloq, kompyuterxonani yonida. Hozir yetib boraman. Iltimos, nima edi? Kasalni u yerga yotqizmang. Iloji bo'lmasa uni divanga yotqizib qo'ying. Bo'pti. Divanni qadam topaman shu payt. Mayli, hozir kiritib olamiz, stolimizga yotqizib qo'yaman, nimadir qilaman, garochi. Mana va nihoyat bo'ldi. Yomon og'ir ekan, o'zi ham bor. Xotin ko'rdingmi qilganishingni? Endi hozir nima edi? Shifokor chaqirdim, hozir kelsa kerak. Keyincha men eshikni yopib qo'yish kim kelib qolmasin. Bu tomondagi eshik derazalar hammasi yopiqmi ekan? Bu tomon ham yopiq. Hamma joy yopiq. Agar kimdir ko'rib qoladigan bo'lsa, dabdalang chiqib, derazani nima bilan yopib qo'yish kerak? Nima qilib o'tiribsanlar deb o'ylashadi. Nima qilsam ekan? Nimadir o'ylash kerak. Divanga yotqizinglar degan. Endi divanimizga o'zimiz divanga yotqizgim kelmadi. O'shaning uchun shu yerga yotqizib qo'ydim. Hozir topamiz. Politsiyachi qachon, shifokor qachon keladi? Telefon qilyapti. Alo, eshitaman. Uydamisiz? Ha, uydaman. Ko'chaga chiqing-da. Ko'chagami? Mana chiqdim. Meni ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'rmayapman. Adashibman. Qayerga degandingiz? 100-qishloqqa, kompyuterxonani oldiga. Ha, kompyuterxona deganmidingiz? Men akkumulyatorxonani oldiga boribman. Kompyuter bilan akkumulyatorning farqi juda katta-yu, qanaqasiga adashib ketgan bo'lishingiz mumkin. Bizda akkumulyatorxona yo'q, aytgancha. 100-qishloq deganmidingiz? Men 30-qishloqqa boribman. Siz rostdan ham jinnimisiz bilmayman, tezroq keling. Hozir 36 sekundda boraman. 36 sekundda kelolmaysiz-da. Qarab turing, hozir boraman 36 sekundda. Mayli, bo'p, tezroq keling. Qachon keladi endi bu? Mayli, kelib qolsa kerak. Hozir kutib turish kerak kelishini. Bu tezroq kelsa bo'lmasmikan? Bo'pti, kelib qolar, uyda turaychi. O'ziga kelmadimi? Yo'q, hali ham o'ziga kelmabdi. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Ko'chaga chiqing, men keldim. Assalomu alaykum, Murat. Va alaykum assalom. Va nihoyat topdim sizni. Sizmi dez bo'lsa? Men. Qarochi, mana shu yerda bitta o'q otib qo'ydik o'sha, qarochi, kasalga. Qani o'zi? Uyni ichiga keling, bu tomonga ko'rsataman. Qayerda? Mana shu xonaga kiring, mana shu ichkariga turibdi. Yaxshi. Buni nima qilgansizlar? Otib oldirlaringmi? Yo'q, o'lmagan, nafas olib turibdi-ku. Ko'rinib turibdi. Hozir men bir ikkita narsalarni to'g'rilab olaychi, tak. Yaxshi ham haqiqiy qurol bilan otilmabdi. Nima deganingiz bu? Rezina o'q ekan. Yaxshi. Xotin bir marta qutulib qolding, bor. Agar haqqi o'q bo'lganda qamalib ketarding. Qamoqda men seni chiqazmasdim-ki, o'tirarding. Xullas, yaxshi bo'ladimi bu? Hozir men birlikda dorilar olib kelishim kerak. Ungacha siz kasalga qarab turing. Mayli. Qancha vaqtda kelasiz? Hozir kelaman. Mayli. Tezroq kelsa zo'r bo'lar edi. Lekin qachon keladi hayronman. Jo'xa.
Ha, nima deysan? Bu yoqqa kelchi. Ha, nima deysan? Gapir tez, seni oldinga borishga vaqtim yo'q. Cho'tam, yangilik bormi deyman, shifokor kelibdi. Yo'q, qayerdan? Shifokor boshqa narsa kelgan. Nimaga kelgan? Seni tekshirishga kelmagandir? Ha, men tekshirishga kelgan, tomog'im og'rigan. Ha, aldama, Aldayotganim yo'q, jinnimisan? Xola, xotinim yaxshi o'tiribdi. Ha, ana stolingdagi nima narsa? Go'sht. Go'sht deyapsizlar, nima bizda aytmadilaring? Endi sizlarni aytsak go'shtga buncha kishiga yetmaydi go'sht. Ha, qani lekin bu marta aytmasang xafa bo'laman lekin. Bu marta ko'proq go'sht olaman-da, aytaman o'shanda. Bo'pti. Aha, mayli. Endi nima bo'ladi? Mayli, nimadir gap bo'lar. Nima edi, shifokor qachon kelarkin, mayli kelib qolsa kerak. Ha, brat, qaravaning. Keldingizmi, brat? Keldim, hozir mana. Eshingiz ochiq ekan o'zi. Ochiq turibdi. Nahotki shu yerda o'lganmisiz, Shu yerda o'lgan kelib ko'rdingiz hozir boya. Ha, yaxshi. Qani hozir eshikdan, shu eshigingizdan men sig'mayapman, to'g'risini aytsam. Kiring tez. Mana ukol olib kelgandim, hozir mana. Ukol qiling, kutib turing, hopma, orqaga qarab turing-da. Mana. Bo'p qoldingizmi, janob? Ha, mana hozir. Tezda hozir mana bo'p qoldi, pastda. Borib uyingizdan ketmonmi nimadir olib keling, nimadir vahima bo'lsa boshqa ko'rasiz. Mayli, hozir olib boryapman mana. Bo'ldi, uyg'ondim, men ketdim, qaroch ishim chiqib qoldi. Tushunmadim, nimaga? Yangi vizit tushdi. Tushunmadim. Qanisiz? O'sha ketib bo'ldim. Tursunxon, tirildingmi? Nima bo'ldi menga? Nima qilyapsan? Do'xa berdi meni, aql qayerdan kelib qoldim? Seni xotinim otib qo'ygandi-yu, rezina o'q bilan otgan ekan. Sen qandaysiga bunaqa yiqilib qolding bo'lmasa? Nima bo'lganini bilmayman. Hozir men sen politsiyaga aytib beraman xotiningda. To'xta, aytma. Men senga xohlagancha pul beraman. Menga pul kerak emas. Pul bersang $18 ber. 18 qayerda olaman? 18 pulim yo'q. Unda aytganimni qilib ber. Qanaqa aytganingni qilib berishim kerak? Hozir meni uyimda bir ikkita ishlarim bor, o'sha ishlar qilish kerak. Qanaqa ish? Men ko'rsaman, politekinlar deganda o'tnaqa ishlar bor. Mayli, yur. Qayerdalik bilsam uyimda. Bilmayman, yursang, ko'rsang aytaman-da. Sen ham uraysan, seni ham ustiga yozib beraman, keyin seni ham qamasadi. Yaxshi bo'ladi, xotinim bilan birga o'tiramiz. Sen tiling o'tib ketyapti, meni ham tilim. Men tilim o'tmagan, men tilim tirsin tili, hech kimga gapirmaslik kerak. Bo'pti. Senga mazza bo'ladi. Unda seni qamatmayman, faqat xotiningni qamataman. Nimaga? Axir xotining bilan birga qamatsang mazza qilib o'tirasanlar, tentak. O'shaning uchun bir o'zimni qamatmoqchimisan. Kavtumasi pozitivlar yig'silasanda, mana bu hozir qaniydi uyim? Mana o'ng tomondagi uyga sandiqga joylaysan. Mayli. Bo'pti, kavtumni olib tortib keladi. Nima qilib kelasan? Tortib kelaman. To'ytib kelaman dedimi? Nima degan u? Choy ichib kelaman deyapti. To'ytib kelaman deb eshitilyapti. Jetella, nima gap? Jo'xa, bugun pirchoskalar boshqacha. Nima qilibdi pirchoska boshqacha bo'lsa? Cho'tam, uyingda doktor chiqdi. Cho'ta yangilik bormi deyman? Yo'q, yangilik yo'q, tomog'im og'riyapti. Binoyda gapiryapsan-ku. Ukol berib ketdi, o'shaning uchun yaxshi gapiryapman. Aldaysan-ku. Aldayotganim yo'q, asabimga tegishma. Hozir borib uyimdan tezroq brat. Yangilik yo'q, siz ham yangilik so'rayotgan bo'lsangiz agar. Hozir borib ketmonimni olib kelib o'shani uyini polis ekinlarini to'g'rilab bersam, keyin momodan qutulsam kerak. Xotin bo'ldi, o'tirsa ham uyda o'tirib turguncha nima bo'lmadi. Ketmon aytgancha o'zim bilan olib olgan ekanman-ku, yana o'zim bilan sudrab yuribman. Ketmonni olib kelishga kelibman ya'ni olib ketishga kelibman. Hamma hech narsa qilmaydi. Yana qaytib borishga to'g'ri keladi. Ish qilib Tursunxon yaramas asabni buzib yana bor politsiyachiga aytmasin-da. Politsiyachiga aytadigan bo'lsa dabdala bo'ladi. Brat, sorry, biroz kechirasiz. Bitta jitil bilmasdan urib qo'ydim, qo'lim tegib ketdi. Bu polis o'zi Tursunxonniki ekan yo boshqa kishiniki ekan bilmadim. Hech kim Tursunxonnikiga o'xshamayapti, lekin bor, chunki Tursunxon atrofini o'rab qo'yadi doim. Bu jitellarniki bo'lsa agar bormi, jitellar meni dabdalamni chiqaradi. Ya'ni to'g'riroq mana bu Galemga aytib dabdalamni chiqartiradi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Tak. Jo'xa, bugun uyingda yangi odam bor edimi? Qanaqa odam edi u? Qanaqa odam? Oq kiyimlimi, ko'k kiyimlimi? Doktor edi. Yangilik bormi? Xotining tekshirish keldimi? Yo'q, jinni bo'lib qolganmisanlar? Hammang yangilik deyversanlar. Yo'q, yangilik, eskilik faqat. Tushunyapsanmi? Eskilik hammang eshitib. Harakat qilmas ekansan-da. Qilmayman. Senga nima? Senga nima? Ishing nima? Galem. Hammasiga shu meni hayotim qiziqda. Nima bo'lyapti bu yerda? Mana kravat yarmini izlayapmiz, topilmayapti. Tushunmadim. Qayoqqa ketdi buni yarmi? Bilmadim, menimcha buni Tursunxon uyimizga kirganda o'g'irlab ketgan. Bu Tursunxonning uyi emasmi hali? Yo'q, polis bizni ham buzib ketgan ekan. Sen to'g'riladingmi?
tushunmadim. Axir bu Tursunxonni poliz emasmidi? Yo'q, biz unga tekslab qo'ydik ekandik. Senga aytdimi tekslashni? Ha, menga aytdi shekilli. Mana poliz ekinlaringni bu yerga qo'ydim. Ha, bo'pti, hozir biz bir ikkita ishlarimiz bor, hal qilib olaylik. Ha, uzr xalaqit bermang bo'lmasa. Qana ish bo'lsa ham hal qilib yuboringlar. Nima deyotgandim? Ha, o Galimrat kechiring bilmasdan tegib qo'ydim. Asabimni buzdi-da bular. Hozir uyga borish kerak, ya'ni endi mazza qilib dam olish kerak. Alo janob mer. Jo'xa, bu yoqqa kel, ish bor senga. Qanaqa ish? Ishmas to'g'ri, muammo qilibsan, o'shani hal qilish kerak, tez kel. Bo'pti, hozir boraman. Obbo, qanaqa muammo qilgan ekan. Ish qilib mana xotinim anavini urib o'ldirib qo'yganini bilmasin-da janob mer. Agar bilib qolsa dabdala borib mayli. Bilmasa kerak, bilsa lekin dabdala, rostdan ham. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, uyimda o'tiribman. Ko'rmisiz, oldingizda turibman-ku. Bo'ldi, vahima qilma. Xullas ertalab xotining qanaqadir quroldan foydalanib kimnidir otib qo'ygan deyishyapti. Anavi Tursunxonni bilmasdan otib yoribdi. Bilmasdanmi yo bilibmi? Bilmayman, bilibmi, bilmasdanmi, xullas otib qo'ygan. Chatoq bo'pti. Tirildimi qaytib? Shifokor chaqirgandim, tiriltirdi. Shifokor o'shanga aydimi? Ha, o'shanga. Men o'ylabman yangilik bormi deb. Obbo janob mer, siz ham ezmang. O'zizda-chi, o'zizda yangilik yo'qmi? Endi o'zim bilasan, qarriga yangilik bo'ladi, tentak. Nima deganingiz bu? Siz yangilik qilmasangiz men yangilik qilamanmi? Bo'pti, harakat qilamiz. Sen tez borib poliz ekinlaringni solig'ini to'lagin. Sen to'lamaganiga ancha payt bo'lib ketdi. Bo'pti, hozir to'layman. Bo'pti, tezlash. Mayli. Aytgancha sizda ana Tursunxonni telefon raqami yo'qmi? Bor raqami. Bering o'shani. Yozib ol. Yozyapman deb ayting. 4 ta 4. 4 ta 4. Yana bitta 4. Yana bitta 4. Bu Tursunxonni o'zining shaxsiy raqami ekan aytish bo'yicha. Bo'pti, hozir gaplashib ko'raman. Tak. Alo, assalomu alaykum. Qanaqa assalomu alaykum? Alo, Tursunxon qalaysan? Qanaqa Tursunxon? Tursunxonni nomerimi bu? Yo'q, xotin nomeri. Tursunxon qayerda yanga? Tursunxonni o'zim topsam itaraman, lekin topolmayapman. Qayergadir qochib yuribdi. Vahima qilmang yanga, bir gap bo'lar. Bir gap bo'lmayapti, o'sha bir gap bo'lishi uchun ham topolmayapman. Mayli, vahima qilmang. Qo'lida telefon yo'qmi? Telefoni yo'q, telefoni bo'lganda bormi? Telefon qilib asabini yer edim. Bo'ldi, vahima qilmang, bo'ldi. Hali o'chirib qo'ymasam bu meni ham boshimni yeb bitirar ekan. Tursunxon qayerga ketdi ekan? Tursunxon, qayerdasan? Hoy Tursunxon. Tursunxon dedim. Oy, Tursunxonni ko'rmadingmi? Ko'rgandim. Qani qayoqqa ketdi? Sen bilan o'tib ketganding yangicha. Yo'q, undan keyin ko'rmadingmi? Yo'q. Mayli. Kecha mana quduqda ichida yashirinib o'tirgandi xotindan. Hozir esa yo'q bu yerda. Kim ko'rdik? Kofe, choy ichaman deb ketayotgandi. Aytgancha kofega borgan bo'lsa kerakdir-da. Kofe, choyni kelib shu yerdan ichadi, boshqa qayerdan ichish mumkin? Assalomu alaykum, Murat. Va alaykum assalom. Jo'qa, ishlar qalay, tinchmisiz, ukam? Bo'ladi, Rahmat. O'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Tursunxonni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Choy ichaman deb kelgandi-yu. Yo'q, kelmadi. Mayli unda. Aytgancha uylanmadingizmi hali? Yo'q, hali endi uylanmoqchiman. Bo'pti, baxtli bo'ling, Murat.